Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, gruppamizdagilar. Mana chiroyli bitta sog'lom o'ymakor shkatulkamiz qilishlari bilan tayyor bo'ldi. Ular eng yaxshi toza narsalarimiz hisoblanadi. Mana bu tarafdan shunday o'zidan soqlarni ham chiqarganmiz. Inshaalloh juda chiroyli narsa. Mana buni 3 tali deymiz buni. Ichida ikkita ingichka kumush soplardan bo'lgan, buni mehiyor deb qo'yamiz. Mana lezvalari klapandan bo'lgan. Bu o'rtancha xanjari. Bundan keyin mana bitta katta qilichi bor. Buning razmeri 1 metr keladi. Soplari ingichka kumush mehiyordan ishlangan, lezvalari klapandan ishlangan. Ular dekorativ narsa hisoblanadi. Nozik odamlarga podarka qilgani juda chiroyli narsa. Orqasida ramkalari bor. Ramkalariga yozuvlari bo'lsa yozib beramiz. Bu yerda ikkita xanjari bor. Mana bu yerda bir dona to'g'ri xanjari bor mana. Bu ham juda chiroyli ishlangan narsalar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pichoq ishqibozlari sizlarni mana shunaqa yangiliklar bilan xudo xolasa kundan kunga qo'yib boramiz mana. Bitta ko'rishingiz mumkin.